أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنواع الحقيقة ثم الحقيقة أنواع ثلاثة متأزرة ومهجورة ومستعملة وفي القسمين الأولين يصار إلى المجاز بالاتفاق. Bu hakikatlarniki, türleriniki, üstedeki bab bu deydendi. Biz hem de Usul Şaşi diye kitap oku. Hakikat ve mecaz diyen muşu babkıçı kelgen tok. Yani Kur'an-ı Kerim'deki hakiki yani lafzi kavu, mecaz lafzi kavu diyenninki üstedilmek olduğu keldi. Hem de hakiki mecaz yani hakiki lafzi diyen nime? Onu kartta anladıkken mecaz bu kandah oludu. Bu kandah nesi mecaz deyimiz? Onunki logat ve istilah menisindeki üze yukarıdaki dersimizde ne kıldı? Depçu ütüldü. Dep ütülüp anladıkken hakikatler mecaz ikisi bir yerge kip yani bir lafzinin üzerinde hem hakiki hem mecaz menisindeki üzerinde işletkili bolamdı, bulmamdı. Yani bununki üstüde ne kıldık? Toxtaldık. Bizdeki Hanefi mezhepte bir lafzi boğan bolsa, onunki hakiki ve mecaz menisi olan bolsa, o çağın üzerinde bizdeki de katli çok bulmaydı. Eğer mecaz menisi işletken bolsa hakikini işletmeyimiz, hakiki menisi işletsek mecaz menisi işletkili çok bulmaydı. Bir yergi çok ne kılmaydı? Kemmeydi diyen benim mezmunu kırıp onundaki muşu aslını belki aldıkandı. Bu usul. Yani bu usul belki aldıkandaki bunun kartta andaki bir kanç meseleler çıkıdı. Dep onundaki andaki tarmak kanundan ibaret olan yani uşak kanunundaki üzerine bu yerde demek olduk. Onu da yani depçi öttük. Hem de biz okuyan şu bilgen şu hakiki lafzi diyen neymi? Bununki kanç kısım boludu. Yani bunun üstüne mi onun üstüne toxtalımız. Hem de bunu bilişteki paydası var mı? Var. Çünkü Kur'an ve hadisindeki üzeri, yani bu Arap dilinde ibaret olan bir til olan boğandıkken, yani bu tilini koyga vakti üzerinde koyguçu adam ma labzinin üzeri ma mani bildiğisin, dep açtah ne mukam ba koyga işçi ba. Onda oğandıkken Kur'an-ı Kerim Arapçı til. Arapçı til oğandıkken Kur'an'ı düşünüş. Allah Teala'nın murat ve maksatlarını küçümüz yetken kadar düşüş için cezmen Arap dilini ne mi de işletken bolsa, yani şu arkalık ne kılımız onu düşünüp şu arkalık tercüme kılıp andaki şu bilimiz. Bunun için bizge nispeten bir lafziniki hakiki lafzi mi ya ki mecaz lafzi mi bunu ne kılışımız gerek, bilişimiz çok gerek. Onda o andaki muşu hakikiniki üze, yani usul şaşiyiniki sahibi olan Adem'in göz karşıya kaç kısım oldu diken, 3 kısım oldu diken. Ondikin hakikat 3 kısımdır. Yani bize yukarıdaki hakikat lafzini bildik. O ne mi? Bir lafzini bir maniye koyuptu. Yani bir lafzi bir maniye koyuptu. Şu maninin karşılığı işletken aş lafzinin üzerine ne mi deyimiz onu? Mani yani hakiki deydiğen bulduk. Onda o andikin muş hakikiniki üzeri yani hakikat lafzinin üzeri 3 kısım oldu. Birisi müteazzir. Ters. Yani o adam şu lafzini işlepti hakiki lafzini, aşağı lafzinin üzerine. Ama bununki hakiki lafzini ayadan muvazi koygan mani üzerine işletildiysek uçağı ters. O bulmaydıgan bir iş. Manda bir lafzi var. İkincisi mehcur, terk etilgen. Yani o lafzinin üzerine vazi koygan vakti üzerinde mandah mani bildirdi dep koysun mu? Lekin halk otursa bu lafziniki a mani işletildiğin yapının emmesi terk etip okumaydı deydi. Bunda bir lafzi var. Üçüncüsü işletivatkan mani var. Yani hakikat var. Yani işletivatkan degenken yani o hakiki lafzi mani koyduk. Ma musammaga ya ki ma madulga. Anda o andaki bu lafzi şunu bildirir degenken bunu hazır kadar insanlar muş boyunca nimkadı onu işletivadı. Mene işletivadı. Mene muşda kaç kısım boldu diken 3 kısım çok boldu diken. 3 kısım bolgandaki mene bu itibarla hakiki lafzinin üzerine 3 kısım ayırıp bunu düşünüp okup andaki Kur'an ve hadis ki vakti üzerinden muştah ne bakalımız uçağın üzerinden maniçu etimiz.
Şu an Kur'an-ı Kerim'i kılgan mufassirlar, hadis Rasulullah kılgan aş şarihlarning o'zi men mushtaq o'qib, alim bo'lib, ondikin nima qilib bu yerdan mana Qur'onni tasvirlaydi, ham hadis Rasulullahni shu sharhlaydi. Ondikin shuningdan ondik bo'yicha chiqadi. Endi avvalgi qismida qism qolgan, birinchi va ikkinchi qism bo'lgan mutaazzir va mahjur bo'lgan qismida qaytirildi. Mana bu haqiqiy lafzning majoziga qaytirildi bil ittifoq. Bil ittifoqki, ya'ni haqiqiy lafziniki asl ma'nini ishlat tas olsa, uniki uchun ishlatmaydigan tarkiblagan bo'lsa, o'chal bu lafzni ishlatib qolgan bo'lsa, o'chal qanday qilmaydi? Bu chani tas ham tarkiblagan bo'lgandiki biz bu yerda hamma o'limlar bil ittifoq deydikin, biz uniki haqiqiy ma'nosi tas olsin, tarkiblarni ishlatmaymiz demaymiz. Uni qanday qaramaymiz? Uniki majoz bo'lgan, uni o'rniga kelgan men ma'nini aytib, shu orqali ashta hukmchi chiqaramiz. Endi mutaazzirniki hisobi misol mavdu endi. Mutaazzir. Ya'ni uniki lafziniki ma'nosi iliq ma'nini uqtirdi, ammo uniki uqtirishi ash vaqtniki ash ya'ni o'zi tas. Ucha nima u tas? Uni ma lafzi ma'nini uqtirdi ekan, anda uni mushni iroda qilamiz digil olmaydi. Çataq chiqadi ham, tas uni qabul olmaydi. Anda o'g'an ekan, buning misoli nima deydi? Misoli mana bu. İza halafa la yakulu min hazi şecereti ev min hazil kıdri peyn ekeleş şecereti ev kıdri muteazziru feyansirbu zalike ila semerti şecereti ve la ma yahillu fil kıdri. Hatta lav ekele min aynı şecereti ev min aynı kıdri bina'u tekellufin la yahnesu. Kaçan bir adam kasam kıptı. Nime de? Yemeydi o adam ma daraxtin ço yemeydi depti. Men vallahi billahi ma daraxtin men yemeymen depti. Ma daraxt meyvesi de demek. Ma daraxtin yemeymen. Şecere daraxtan. Daraxt degan bu yupurmu var, g'ol var, men qattiq shoxlari var. Mushtan nima narsa shu. Men mushu narsa daraxt deydi. Uning ichida chiqqan yalaqi ayrim ham atıldı. Meyvesi şu başka. Meyve deyimiz, daraxtın meyvesi deyip daraxt. Anda oldu ki bu adam depti ki işaret kılıp men muşu daraxtını şu yemeymen depti. Anda oldu bunu zahir deymen. Yani demek muşu daraxtını yemeymen degendikin yağ içini, şekhini dağıtıp ben yemeymen degen gapti zahir bu. Lekin muşu gapniki zahir mayat irade kıl bolam da zaten o kasam kılmışsa zaten yemeydi ki o adam. Onu kıl olmaydı yani. Onu için yemeydi. Anda oldu ki buniki hakiki ma'nosi olgan yağaçniki yani g'olini, shexini va uniki men shoxlari yupurmak, yağaçlarını yeyish nima tas, uning uchun yemaydi, ana tishi o'tmaydi, uni qismi oshqozonga kasal qiladi, chataq chiqadi. Yoki debdi, nima debdi u odam? Yemaydi u odam ma qozondin debdi. Ma qozondin debdi. Endi bu yer muzofni bahsib qolgan gap, shu yerda chiqayotgan gap. Kıdır degan nima qozon? Ma qozonni men har gün vallahi billahi men yemeymen debdi. Endi qozon degan nima? Qozon ana tümür, tush, mis qatorliq shu narsada yasalgan qattiq metalldan iborat bo'lgan narsa. Unda o'g'andikin men buni yemeymen siz zaten unda qasam qilsa adam yemaydi uni. Yeyish imkoni bormi? Yo'q. Ham tish o'tmaydi, ham nim qilmaydi. Buni ishlash ham mumkin emas. Anda bunun haqiqiy ma'nosi qidir degan ash dumbuloq ash narsa shu yoki shunda harqib. Men mushu narsa qozon deymiz, qidir deb. Unda o'g'andikin buni yemeymen deganlikda ash tumini yemeymen degan gap bo'lamda? Yo'q. Jazman daraxtni yeyish yoki qozonni yeyish mutaazzirdir. Tas, u odam yemda yemaydi. Tas ishamdi. Unda o'g'andikin tas o'g'andikin nima deymiz o'chanimizdan qaytirildi bu gapniki o'zi bu qasmini daraxtniki mevasiga ve anda bilinmezki düşüdü o neyse kazanın içken. Kazanın içindeki neyse yemeymen, daraxtniki meyvesini yemeymen diyen gap. Biz alt gapning üzerine benim mutaazzir olgandaki hakiki ma'nosini ishlatimiz desek, o'chal mutaazzir olgandaki biz majaz ma'nosi olgan nima meva ya qozon ichidagi yemak ichmakni men yemeymen degan gap bo'ladi deb mundaq nima qilamiz unuga qaytiramiz. Hatta qaytgandan hatta bunda aşağı qaytdikmi? Siz zahir bo'yicha ashitdi. Lekin u
ters olgandaki haqiqiy ma'nosini unda ishlatgan olmagan ekan. Hatto agar yegan bo'lsa odam daraxtniki ayni yapti. Yoki qozonniki ayni yapti. O'zini yapti. Binovi takalluf bilan. Ya'ni bir xil chart nimasi jafo tortish bilan. Ya daraxtni kesibdi, yumshoq qilibdi, undagi ezibdi, qaynatibdi deganlar mushtaq yegan bo'lsa, yoki olmaydi qozonniki o'zini mesela tümeni yemaydi, yani tümeni ya iyirtibdi deydi. Iyirtib başında qilib, ya mis qozonkan, ya tush qozonkan, buni apirib, ezib başında qilib, ish qilib hamdi. Ximiyalik usul orqali buni inchki unda qilib başda yegan bo'lsa, o'chog'ingizda qasim nim qilmaydi, buzilmaydi. Lekin men zohirda men yemayman degandan keyin buzib ketish kerak. Lekin u çok normal bir odatda bu bo'lmaydigan gap. Qilman desa, noyat jafo tortib bo'ladi. Shunga bu qasamning o'zini buni qilib qilmaymiz, mana yedi am qasamning kaparatini va debchu demaymiz. Qachoniki men ash daraxtning mevasini yoki olmaydi, qozonning ichiga tushgan narsaniki o'zini men yemisa yoki yeb qolsa, o'changdan bo'ladi, yegan vaqtimizda qasam buzilib, kaparat o'yicha berish vojibchi bo'ladi deydi. Yani demek mena haqiqiyniki mutaazzir bo'lgani uchun mena misol uchun men mushu. Endi mushu asliga binoan dedik biz Hanifi mazhabli kishilar. Yani bu yer bir asli qildik. O asli qavun haqiqatniki ishlatish mutaazzir bo'lganligida ana nima qaytaramiz, majozi qaytaramiz degan gapga asosan bir asli qurib oldik. Asli bir kallamiz tutib olish kerak. Uni degan xalqning ishlari bunday bo'lsa, lekin anglab nima qilib buni qarab javob beramiz. Muşu bana dedik. Kaçalıki dese bir adam kasam kısan işmeydu ma adam ma kuduhtin işmeydu depti. Şarabe yaşırbu diyen gap işti diyen gap. Ma kuduhtin işmeydu diyen gap oldu. Yani asıl bunu da kandan olmuşsun, mel oçumlap alsın, ya üzü düm düşüp ağızcıp içsin, ya kaçıdı içsin, ya çelekte ep içsin, hemisi an. Hem de örf adette bu nim boludu bu örf adetinin üzerinde işmeymen diyen gapning üzerinden müştak qasam qilgan bo'lsa qaytirildi bu gapni iqtirob qilgan. Yani o'chimlab ishmayman. Yani qo'lida elib mudaq qilib, bunda ishmayman degan nima qildi? Qaytirildi. Chunki quduqniki o'zini o'chimlab ishmay, boshqa masalan, qo'shib amma og'zi bilan ishlama u tas. Apırıp ağzından içmedisinin boludu uçağınızda düm düşüdem kuduğun işine. Bu nim boludu şeruba diyen gap oçumlap içişini köz tutu. Mesela oçumlap ya ki kaçıda ya ki nuguyda deyimiz mesela muşundak nersindeki üzde andaki mındak issa ya ki küçük sıkan diye dedik. Mesela bu çanındaki üzde andaki bunu kumanıdır şeruba diyen gap. Hem de bununki yelike nimiske bunu kumanıdır hem de. Bunu boludu, bunu buldu, qaytırdı. Hatta hem de içtim diye an boğandıkken dep uçağımızda hem de düm düşmüş skandal olursa hatta eğer cezmen bu adam perez kısak şuradaki cezmen bu adam eğer içip kalsa yani şu yerdeki bununu kolum işletme ya bunu apırt bunu tıkıp ağzını tıkıp müştak içip kalsa bir nöt tekerlik bilen. Yani bir xil cevabına qanday qipti, oymamışlar degan tim deb apırt bu adam hem de aşı özüne yoki ağamçı bağlab putini tushirib, tengib, kallisiga da emidaq tushirib qo'ydi. Mandaq ishibdi deydi. U joyingizda qasam bil ittifoq nim qilmaydi. U joyingizda buzilmaydi. Hem de anında o'chimlab va kazamada ishgan bo'lsa, buni uchun buzilib ketadi deymiz. Deydi. Bu asli qayerda chiqdi? Buniki haqiqiy ma'nosi olgan amti. Çünkü amniki o'zi mana bu yeraki quduqniki o'zida ayliq olma ağzını mandaq içişniki o'zini o mutaazzir. Mutaazzir olganiki shu bunu qaytmay, normal içishdan iborat bo'lgan o'chimlab ichish. Men mush narsaga çok qaytirdi. Yani o'chimlab ishmayman degan çok gap bo'ladi uçar o'zida bu deydi. Kar degan gap depti. Şimdi ve nazirul mehcureti lev halepe la yadav kademahu fi dari fulanin fe inne iradete vedil kademi mehcuretun adeten. Mehcurunki misali
ve nazirul mehcurati. Yani terk etilgan haqiqatniki öz asli ma'nosini ishlatish terk etilgan bir nima bir til vardı. İkincisi bu. Buniki misal qavulsa. Mana terk etilgan haqiqiy lafziniki misali. Eğer qasam qan bolsa adam nima debdi? La yadavu qadamahu fi dari pulanın. Koymaydı bu adam özünki kademini falan adamın hoylusu koymaydı debdi. Mesela özünki hoylusu koymaydı debdi. Bu vada degan ma'no nima? Vada degan gapni o'zi qo'ydi degan gap bir narsa olib mayag'mada qo'ydi degan gap bo'ladi. Bizim Uyghur tili şu an Arap tilida shu. Şu an al lug'atni vuzi'a degan, quyildi degan gap bir adam ma labzning o'zi mundaq ma'naviy tarafda qo'ydi degan gap. Töpü mundaq keldim, başqama doppini keldim, mundaq qo'ygandek u qo'ydi degan gap bo'ladi. Unda o'adikin madem debdiki men qasam Allohga ki men putumni falan adamniki qo'ymayman debdi. Nima degan gap bu? Yani bu adam apirib adam qadaminiki shu putuniki o'zini qadamini apirib kesibla apirib oyog'imda qo'ymayman degan gap bo'lamda. Asli lug'at ma'nosi bu shu. Buni nima qilmaymiz? Uni hech qanday bir adam mushni iroda qilibdi, ma gap deyish orqada u aqlga kechmaydi. Bu tark etayotgan gap bu urf odatda. Chunki qadamni qo'yishni iroda qilish mahjurdir nimada odatda. Odatda nima qiladi u? Hamma adam voy men qo'ymaymansa apir putni kesib bir adam o'yish qilib qo'ygan ish yo'q. Hech qanday yani o'zida. Endi unda o'g'andan keyin bu yerda nima deymiz? Odat undaq yo'q, bu tark etilyapti. Tark etilayotgandiki buniki o'rnida bo'lgan nima bo'ldi? Yani falan adamniki o'yisiga putumni qo'ymayman degan, men u yerda turmayman degan gap. Men u yerda turmayman degan bo'lgandan keyin men ijara olib turamdi, men setib olib turamdi, bir ish qilib turamdi. Ish qilib u yerda turib putini madaq dastlab menib mundaqcha turdi degancha nima deganman bu majoz ma'nogacha mana demdi. Eğer aşda qilib qolsa o'chanizda u adam ash adamni uyiga 5 minut yoki 2 minut madaq turib qolsin yo ijara ya'ni bo'lsin, o'chanizda nima bo'ladi? O qasam uchun buzilib ketadi. Mana mahjur bo'lganning misoli uchun mushu. وعلى هذا قلنا التوكيل بنفس الخصومة ينصرف إلى مطلق جواب الخصم حتى يسع للوكيل أن يجيب بنعم كما يسع أن يجيب بلا. من müşahsik banaen dedik biz vekil kılış aşı davanıki üzge. Davanın üzge ne qıptı? Bir adam yer bir adam vekil qıptı. Mesela Ömer Ahun, Zeyd Ahun'ni men mening dava işim var mahkemede. Anda oğandaki men senin noterlik görüp sen menki dava işim var ben seni vekil kıldım depti. Hazır aştaq olduğu mesela avukatlarını aşıda vekil kılga iş var. Men aşıda ne qıptı bu adam? Men vekil kıldım depti. Mening dava işim var. Muş dava işini sen men vakalete kıl depti. Kıl degandikin şu canınızda aştaq kan bolsa qaytıdı bu vekilning üzün mutlaqul hasminiki cevabıga. Yani davakarın mutlak cevabıga. Yani o cevabın içine men yani davakar manığı men sizi vekil kıldım degandikin demek aşk gapniki üzü muşu davaga alaqadar olgan hem narsiga siz adamsiz, yaqdamsiz, undaq damsiz hammaga men vekil kıldım. Men degandek aştaq qısınız bolmaz siz işendim, amanak tapşurdım degan ne boludu? Gapço boludu. Hatta dürüst oldu vekil için. Yani vekil olan adam için şu cevap olay, cevap vergey naam bilen. Kandaki dürüst oldu o adamga şu cevap vergey la bilen. Mene ya ki yak dep cevap veriş deme o dürüst. Bu misal davakarın üzü aşağıda meninki davayımı neme kıldım, men neme kıldım bunu vekil kıldım diyen kişi dava üzü yani menfaatlik nasıl kıldığın gap, yaktısı bulmaydığı gap. Onda o vakitin bu adamdı örf adeti şu. Anda o ki bu nasılki üzerine hiç kandak bir adam okup sen manıga vekil kıldı, manıga kıldı digilinmaydı. Bu nime am. Anda o ki bununki hakiki mensik üzerine ayet dedik. Uçan terk edildi. Onunki macaz menliğine bakalımız uçan üzerine kaytimiz diyen çok yapıldı. Hem de neymiş kundak oldu desen. Çünkü vekil kış davanınki üzerine tevekkül kış o mehcurdur şer'en. Ve adeten mehcur. Yani men ma davanın üzgü ben size vekil kıldım diye davanın üzgü muşlu lan. Benim davayımın muşu. Muşluğu vekil kıldım diye gapın üzü.
Bunu başkası olgan yoki yoq va kaza degan ish qilib nima qilmaysiz, unga qilmadim demaydi. Shariatimiz shunday deydi, urf odatimiz çok qaraydi. Anda bo'lgan ekan, mana bu odamning o'zi shu o'zidagi muvakkiliga asosan yoki yoq deb mayli foyda bo'lsin, mayli ziyon bo'lsin, bunda javob bersa, shu uchun o'zi nima deymiz, u meni buni berdi deb men mushtaq çok qaraymiz deydi endi. Bu mutaazzir bo'lgandan keyin nimasi chiqdi? Misolidan çok chiqdi. Endi haqiqatniki 3-chi bir qism bu. İşletilayotgan nima o? Haqiqat. Yani örf odat emniyeti bu adam işletiyor. Okudan. Hakikati mustamele ve mecazi mutaarif. El hakikatul mustameletu vel mecazul mutaarifu. Yani bu işletilayotgan hakikat ve örf odatdagi nima qo'llanayotgan mecaz. Yani bunun o'tirish qanday bo'ladi deydi. Endi bir lafzi varken bu lafzinin o'zi hem haqiqiy ma'nosi ishlatadi ekan. Haq uni biladi ekan. Örf varken hem örf odatda şu lafziniki qandaqki haqiqiy ma'nosi bildigandek hem bir macazi ma'no ishlatilgan bu örf odatda hammadan biladi ekan. Uchun buni qandaq qilamiz deydi. Desa va agar ولو كانت الحقيقة مستعملة فإن لم يكن لها مجاز متعارف فالحقيقة أولى بالخلاف وإن كان لها مجاز متعارف فالحقيقة أولى عند أبي حنيفة وعندهما الأمل بعموم المجاز أولى deydi. O eğer perzen bir hakikat işletilgüçü olan bolsa, bir hakikat nima qilibdi, ishlatibdi. Eğer bo'lmasa, bu hakikatga bir macazi mutaarif bo'lmasa, ya'ni bir hakikat ishlatib etibdi xalq o'tirsida, endi bunga tuğunulgan bir macaz yok. Yani xalq bilmaydi ekan. Mana desa mana iroda qildi degani yo'q. Uchal qanday qilmasa, uchal o'zida hakikat avladur xilofsiz. Uchalda gapning o'zidan haqiqiy ma'nosi iroda qilamiz nima u? Bak yaxshi. Buni nima qilamiz? Uni iroda qilamiz ki xalq uni bilmasa, bilmagan majaz iroda qilib bana hukm mushliq belgilib bo'lamda, bo'lmaydi deydi. Va agar bo'lgan bo'lsa, men bu ishlatayotgan bu haqiqat uchun majaz mutaarif bo'libdi. Endi uniki haqiqiy bir ma'nosi bor ekan aslida. Bu ham ishlatib etibdi. Ammo u lafzini niki yana örf odatda haqiqiy ma'no boshqa bo'lgan bir ma'no bor ekan, buni haq ham biladi ekan. Uchalımızda bu lafzı işlep qanday qilamiz desa, uchalımızda yana haqiqatni ishlatishimiz eng afzaldir İmam Azam rahmetullahi alayhi. İmam Azam uchal unda bo'lib qolsa, masalan, ma lafziniki o'zi hem haqiqatga hem muarif ma'niga, mutaarif ma'niga ishlatiladi ekan. Hem bunu biladi ekan, hem bunu biladi ekan. Uchalımızda men mushu lafziga qanday qaysi amal beramiz? Macaz olan ma'niga bunu iroda qilib hukmni boshqa veramizmi yoki haqiqiy ma'nosi olan bunu veramizmi deydi. Desa, İmam Azam rahmetullah alayhi en yaxshisi haqiqiy ma'nini iroda qilishimiz çok kerak. Çünkü nima? Çünkü bu lafzini muvozi qo'ygan vaqt o'zidagi haqiqiy ma'nosi ma deb qo'ygan. Unda buning uchun qaytishimiz kerak deydi. Endi İmam Ebu Yusuf ile İmam Muhammed rahmetullahi alayhi emel kılıştır, macazniki umumiga emel kılış evladı. O hakikiga emel kıldığı köre, çünkü o lafzin üzü yine örf adette ama macaz ma'nosi mava deb üçten nima qiliqliq, bununla tunuqliq. Tunuq bo'lgandiki bu adam ma gapni qilib shu örf odatning ichi cho'ng bo'lgan adam. Cho'ng bo'lgan bo'lgandiki bu e'tibor bilan haqiqiy ma'nosi emas, uni ishlatayotgan bo'lsa-mu, lekin örf odatda ma ishlatayotgan ekan, bu adam shuni cho'ng bo'lgandiki demak, ma adam qilishda ma gapni örf odat ishlatayotgan ma'noni uchun iroda qilib chiqqan gap. Unda bo'lgandan keyin bu haqiqiy ma'nosi emas, majoz ma'nosi iroda qilganimiz bu afzal deydi. Mana bu usulni bekitib oldik hozir. Usul bekitib olgandiki tövanda bir qancha masala chiqadi endi. Shu masalaniki o'zini qilamiz hozir, meni to'xtalamiz. Bunun misali mundaq. Eğer qasam qilsa bu adam yemaydi, bu adam ma buğdaydin debdi. Hazil hintati debdi. Hinti degan nima? Buğday. Men buğdayni men qat'iy ma buğdayni yemayman debdi. Uchalımıza qaytirildi bu gapni. Mana osh buğdayning ayniga İmam Azam rahmetullahi alayhi. Ya'ni nima degan gap? Men ma buğdayni yemayman degan gapning o'zidan
nima gap bo'ladi? Shu bashaqdan chiqarilgan, un qilinmagan, non qilinmagan, buğdayning o'ziga qaytildi. Yani muşunu yemeymen degan gap. Agar uningdan un tatib, xemiy yug'urib, noyakib, lag'may qilib, mundaq qilib qolgan bo'lsa, o'chog'ingizda buning uchun qaytmaydi. Un yapqas qasamchi buzilmaydi. Qasam bilan aloqasi yo'q. Agar ma odamning o'zi buğdayni shundoq yeb qolgan bo'lsa, shu o'rib akagan buğdayning o'zini yo bashaqninki o'zini shunchalik yegan bo'lsa, undagi qasamchi buzilib ketadi deydi Imom Azam. Hatto agar yegan bo'lsa, o odam shu buğdaydan hosil bo'lgan nonni yegan bo'lsa, uni nima qilibdi, o buğdayning o'zini ezib, tugmanga opirib, uni tatib, andiki yumshoq qilib, uni opirib, andiki tasqab, undagi xemiy yug'urib, undagi nonga qilib bir ming ish ketadigan. Men mushunda pishib, oshni hosil bo'libdi bu nonning o'zini. Men mushni yeb olsa qasam buzilmaydi dedi Imom Azam. Hosil olmaydi Imom Azam nazarida. Qasamchi buzilmaydi. Ammo İmamayning nazarida İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed rahmetullahi alayhi nazardan qaytirildi. Mana bu gap anda bir nimasiga o'z ichiga oldi, u narsa buğday. Majozning umumiy tariqi bilan nim bo'ldi, o'chon o'zidan mana majozning umumiy tariqi bilan buğday o'z ichiga narsa. Hammasi qaytirimizki, undagi qasam buzildi. Mana u buğdayni ish bilan, nonni ish bilan, bundan hosil bo'lgan nonni ish bilan nim bo'ldi. Uçağınızda qasamchi buzuludi deydi. Men bu usulda chiqqan gap. Bu nihoyat muhim. Endi bir odam endi buğday yemayman desa, zot Imom Azam rahmatullohi alayhi buğday o'zi qaytadigan bo'ldik. Endi bu chunki hinta degan gap. Endi bu asli ma'nosi yana buğday yani. Yana buğday shu, hinta. Ammo uni chiqqan u nimani unning o'zi hinta demaydi, urf odat. Nima deydi uni? Un deymiz endi. Un degandikin uçağınızda onu hinta degandikin u un oldu, andikin non deymiz. U boshqa bo'ladi. Buğday degan gapchi shu. Unda avvalgi İmom Azamning ma'nosi o'ziga olmaydi, faqat buğdayni o'ziga oldi. Ma ikkalaningizdan majoz bo'lgan hamma narsa, mayli haqiqiy, mayli u majoz bo'lgan hamma narsa o'ziga biroq ishlatamiz bunuga. Agar u odam osh buğdaydan yasalgan, mayli buğday qilag'man bo'lamdi, mayli non bo'lamdi, qandoq bir narsa yegan bo'lsa, qasamchi buzib ketadi deydi. Mana bu gap nihoyat nima gap bu? Muhim gapniki birichi shu endi. Shunga o'xshash, agar qasam qilgan bo'lsa odam, ishmaydi u odam Furat daryosidan. Furatdan ishmaydi debdi. Furatdan ishmaydi debdi. Qaytirdi buni. Bu gapni mana shu Furatdan men og'zilab ichishga nima qildi? Qaytirdi Imom Azamingizdan. Aslida dengiz daryoda ishga odam nima bilan ishidi? U yer billa apar qachi yo'q. Qachi olgan og'zidan ishilgan gap shunday qilib. Ya'ni mushda ichma degan nima bo'ladi? Gap bo'ladi. Gap bo'ladi. Buni da haqiqiy deymiz. Endi Imom Azamning, Imom Alining nazarida, Imom Ebu Yusuf, Imom Muhammadning nazarida majozi mutaarifga cho'q qaytirildi. Yani örf odatda bo'lgan bir majoz bor. Buni o'qavi. Mana uniki Dicle'ninki Furat. Furatma. Mana Furatniki suyuni ichishdir, qaysi yo'l bilan bo'lsin. Ya'ni men Furatni ichmayman degan gapni o'zini deydi Imom Ali. Mayli Furatniki mayli og'zingizda iching, o'chimlab iching, qochini akib iching, yoki olmaydi o chelakni usib opirib uyingizga opirib ko'za qo'shib iching, choy qaynatib iching, yoki mantan qilib iching. Buniki hammani nima qiladi? O'z ichiga oladi. Bu yerga nima qilamiz? Bu majoz ma'niga bunun bütün narsalar hammani cho'nib qilamiz, uni o'z ichiga olgan mushtaqchuq qilamiz deydi endi. deydi. Endi halfiyatul mecazi enil hakikati indel hanefiyeti. Macazdaki halfi buluşudur. Hakikatin Hanefi mezhepte. Endi bir lafzi hakikat ve macazidir. Endi hakikatniki o'zi 3 qism bo'ldik. Uni 3 qism nazirlik bo'ldik. Hozir o'qib bo'ldik. O'qib bo'lgandiki buni ona bu nima qildi hozir? Mana tugidi. Tugandiki hozir endi haqiqatni ishladigan yavakan, majoz ishladigan yavakan mutaazir bo'lgan vaqtda o'zida. Endi bu uchani o'zida qanday qilamiz endi? Haqiqat o lafzining o'zi yalaqi ma'nini bildirgan bo'ldi. Majoz uchun
majozniki o'ziniki haqiqiy ma'nosi emas, boshqa urf-odat qo'llanayotgan bir ma'noni ishlatilgan bo'ldi. Unda o'zikin mayada deydimdi, majoz haqiqatniki o'rnida bo'ladi, Hanifiy nazarda, Hanifiy mazhabda. Ya'ni majoz degan gap haqiqatning lafzini ishlatishda, haqiqiy lafzni bildirganligi o'rnida ma lafzi nima qildi? Ma majozib shu o'rnida keldi ma o degan nima bo'ladi? O'cha lafzi aning o'rnida keldi deb bunday nima qilib tushunamiz. Bu bir usul. Endi andagi majoz Imom Azam rahmatullohi nazarida xalabdir haqiqatda, lafziniki nimasida haqiqisida. Mana lafzining haqiqatda nima? Xalab. Ya'ni Imom Azam deydiki, bu majoz deb haqiqat ishlatgan olmagandan keyin majoz kelgandan keyin majozni ishlatayotgan asal lafzi haqiqatni bildirdi. Lekin ishlatish mumkin emas. Unda o'g'andiki bu lafziniki o'zi o'changizda majoz ma'ni o'g'an shu majozning o'zida buni bildirishda haqiqatning o'rni tug'an narsa. Haqiqatning o'rni tug'andan keyin haqiqatning hech qanday aloqasi yo'q degan gap bu. Tugab ketdi u degan gap. Unda o'g'andiki lafzi go'yo mush majoz lafziga ishlatgandek nima bo'ladi u? Bo'ladi degan gap. Endi Imomayning nazarida mana xalabdir haqiqatdan hukmning haqida. Hükümün, İmam Azam deydi, lafzinin hakkıda deydi onu. Lafziniki hem hakiki hem majoz lafzi olgandaki deydi, lafziniki hem manimu hem mani işletkergen işkelisiga. İmam Azam deydi onu, majoz, hakikatin ornu bolu deydi o, andaki lafzi de tuğdu deydi o. İmam Azam, İmam Ayn deydi o, yak, hakikatin majoz gen, hakikatin ornu bolu da yani majoz mani işletsek hükümde. Yani muşum, haqiqatga bergan bir ma'ni bir hukm bor. Shu hukmniki o'rnida naib bo'ladi bu lafzi shu emas deydi. Hatto agar bo'lsa, haqiqat mumkin bo'lsa o'z nafsidan haqiqat nima ekan, uni ishlatib u yer bir ish qilsak mumkin. Agar jazmasham mumkin bo'ladiki, amal qilish shu haqiqatga bir ma'nini jahtidir. Shu haqiqatga ishlatish nima ekan, u meni ma'ni bir sabab bor ekan, buni ishlatgunicha bo'lmaydi ekan. Uçal qanday qiladi? Qaytiriladi. Mana bu haqiqat majozga. Majozga nima qilamiz? Qaytiramiz. Va agar unda bo'lmasa qaytirildi kalomni lag'v qilib cho'q qaytiryapmiz. Deydi. Hatto agar haqiqatni ishlatish mumkin ekan, o'z nafsimizda qarsak, o'ylab baxsak, ishsi bo'ladi. Masalan, quduq kirib yoki aviyati deganimizda mutaazzir degan misollarning o'zida bunday bo'ladi. Lekin buni shunday qilmasak, sirtda kelgan bir omil tusib qoldi ekan. Nima qildi odam ya tushidi ya o'ladi. Uning uchun unda ish yo'q. Mushta vaqt o'zida u haqiqat majozga nima qilamiz? Qaytiryapmiz. Ya'ni mundaq qildiki degan gapchi qaytiryapmiz. Bu majoz qaytirish mumkin bo'lmasa, u gapning hech qanday ahamiyati yo'q. Bu quruq gapkan, lag'vi gapkan deb niqatimiz unga aylantirib qo'yamiz. Deydi endi. Deyilmagan mushta bir gap o'xshaydi deb niqatimiz o'choqdan divatimiz deydi endi. Endi İmam Azam rahmetullahi nazarida qaytirildi bu lafzini majozga. Majozga nima qilamiz? Qaytiramiz. Va agar mumkin bo'lmasa haqiqat, agar bo'lmasa haqiqat mumkin bo'lmasa o'z nafsida. O'z nafsida mana ashni ishlatish qat'iy yuzimda qarab baxsak imkon yo'q. Men mushundaq bo'lsa-mu majozga shu qaytiryapmiz. Chunki majoz degan nima dedi? Bu majoz haqiqatning o'rnida lafzi tur degandan keyin o'cha haqiqat hech qanday bir narsa yo'q bo'lgan bo'ladi. Uca majoz şu işletimiz o deydi. Bunun misali bunda. Kaçanlık dese bir adam özü kulgan. Vallahi ki o kul o adamdan yaş cihette çoğken. Yaş cihette çoğ olan bir kuluk depti. Ne mi depti? Haza İbni depti. Bu benim oğlum depti. Hem de İbni diyen ne diyen gap? İbni diyen şu adamdaki puştedin, halal ayaldın, bana ikisindeki otursu bala tuğulgan bolsa bu adam oğul oldu. Bunun deyimiz onu İbni deyimiz. Hem de bir adam yüzün yaş cihetten çoğun bir ama bakın mesela 12 yıllık majaz imkanı olan bolsa yüzün yaşlı kişi olan bolsa bakın benim oğlum diyen bolsa yüzün kişi bolsa itibaren balısı bir tarafın mulk oldu. Anda o anda bu mulk diyen gap bolurken dizek olur. Lakin bu konunun yüzü bu adamın yaşlı değil mi? Çoğun. Yaş çoğun olgandaki kandak olup yüzü yok. Çoğun adam benim oğlum deydi o. Bu ne hem de? Şu yüzdeki mənsi işletiş demək o təs. İşte oldu məmni? Təs oldu. Uçal bizdə İmam Ayının nəzərdə məcazı qılmaydı, qaytırılmaydı o. Həm
Nimishqa haqiqat uçat mahan. Endi iş bomba degende, haqiqat men işletilsek yok. Çünkü o yaş çoğun oğandan keyin uçağımızda ne bo'ladi bu gapniki o'zi lag bo'ladi. O meni uni lag bo'lgan gap. Majoz qaytilmay, haqiqiy mensim ishlatgan olmadi, majoz qaytilgan lag bo'lib ketadi. Uning hech qanday belgisi shu ishlatuvchi hukmchi bermaymiz. Ammo Imom Azam nazarida meni nima bo'ldi uçağımızda qaytildi majozga. Ya'ni bu adam gapni irod qilib, uniki majoz bo'lgan yeni bir gapni irod qilibdi deymiz. U shunga hatto ozod bo'ldi deydi. Nima bo'ldi? Bu adam ozod qilmoq bu mening qo'lim, mening o'g'limdir. Degandan keyin o'g'li nima bo'ldi? Adam nisbatan men hur bo'ldim. Hur bo'lgandan keyin demak, ma adamniki o'zi bu yerda nima degan gap bo'ldi uçağımızda? Mening qo'lim o'zi o'g'lim degandan men buni ozod qildim. Ozod qilgandan keyin menga o'g'lim nisbatan mushtaq mening mulkim bo'ldi degan shu gap bo'ldi. Onda o'g'liki bu gapga asosan bu adamniki qo'lini bo'lib ketdi uçağımızda ozodchi bo'lib ketdi. İmom Aynazida hech qanday narsa bekor tushib ketdi. U ishlatish mumkin yo'q. Ham haqiqiy men ishga chunki yesh cho'ng bo'lgandan keyin deydi. وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ الْحُكْمُ فِي قَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ أَوْ عَلَى هَذَا الْجِدَارِ deydi. وَقَوْلُهُ أَبْدِي أَوْ حِمَارِ هُرٌّ Men müşahesik bilen tahriş kılıp çıkıldığı hükümni o adamniki lahu aleyye elpun depti. O adamın benim üstümde min kuyva depti. Ya ki muşu tamnın üstüde meninki min kuyumba depti. Ve o adamniki benim kulum ya ki benim işgim hür depti. Men lazım kelmeydi. Men muşu gepke asasen kaçaniki diyen bolsa üzün ayalığa hazi ibneti depti. Men bu mening nimam o qizim depti. Endi ma adamdi alayya alpun. Lahu alayya alpun. Ma adamning mening üstümde min ko'yi va deb boshdan nima qilibdi? Hukm cho'q qilibdi. Endi min ko'y ba deganda yoki meniki mushu tamniki ustida min koyva depti. Bu nima bo'lmaydi uçağın o'zida, bu ozodchi bo'lmaydi. Endi bu uçağın o'zida meniki ma adamning ustida min koyum ba, ma adamning ustida min koyva degan gapning o'zidan uçağın o'zida buniki zot min va degan gap min koyva ekan deb uni iroda qiluvchi bo'ladi. Mesela iroda qildi. Bu uçağın o'zida o haqiqiy men shu iroda qildim. Endi bu qat depti. Meniki ma tamның üstüde, meniki min kuyumba, meniki ma tamның üstüde min kuyumba depti. Meni uçağınızda min kuyumba degan tamның üstüde min kuyumba bolamdı o adamning bo'lmaydi. Bo'lmagandan keyin nimaga bo'ldi uçağınızda bu gapning o'zi lag'uvchi bo'ladi Imom Azamniki, Imom Aynning nazarida. Uçağınızda kalamniki yoki meniki ma adamning üstüde min kuyumba yoki ma tamның üstüde depti ikki gap. Ya ma adamniki mening üstümde min yoki ma tamning üstüde min koyva deb ish gapni qilibdi. Qan bo'lsa bu gapni qanday qilamiz? Men bu gapning o'zini Imom Aynning nazarida lag'v deymiz. Chunki o yoki ma adamniki mening ustida min koyva yo eshakniki ustida, yoki tamning ustida debdi. Tamning ustida bo'lsa tamning ustida bir adam min koyva bo'lamda, bo'lmaydi. Bu gap bekor ekan, man bu hukm qilmaymiz deb aytamiz. Mena o adamniki mening qulim yoki mening ishgim nima debdi? Hur debdi. Mening qulim yoki ishgim hur debdi. Degan bo'lsa Imom Aynning nazarida nima bo'ladi bu? Lag'v bo'ladi. Chunki ishgan hur yoki qul degan bo'lamda bo'lmaydi. Endi Imom Azamning nazarida bu nima bo'ladi? Haqiqiy ma'niga irod qilamiz. Haqiqiy nima bo'ladi? O'chaq o'zidan qul ozod bo'ladi, ishakniki o'zi lag'v bo'lgan gap endi. Va lazım kelmaydi. Endi mush gapga asosan qachonlik bir odam degan bo'lsa o'zi ayoliga hazi ibnati debdi. Bu mening qizim debdi. Va loki bo'lmasa bu ayolga shu odamdan boshqa ma'ruf bo'lgan bir nasb bor ekan. Ya'ni o odamdan boshqa, ya'ni demak bu odam bu ayoliniki boshqa odamni haq to'naydigan falon odamning qizi bu dediganga nima bor ekan? Nasb bor ekan. Shundoq to'g'ri bu odam nima deb o'zi xuddi mening qizim debdi. Desen, meni haram bo'lmaydi bu ayol o adamga, vena
Buni talaqdan majoz qilinmaydi deydi. Mayli bo'lsin ayon, kishi olsun, yaş cihetten yoki cho'ng olsun. Nimishqa? Chunki jazma ma'lab agar do'st olsa, uniki ma'nisi har ayni bo'ladi, nikoh zid bo'ladi. Endi bu meniki qizim degandan u chan o'zining nima bo'lgan gap, agar ma'nisi to'g'ri bo'lgan bo'lsa, bu nikohimda emas. Meniki pushtimda tushdi, men buniki men xotinim emas degan gap bo'ladi. Endi ma gapning o'zi bu nima degan gap endi? Ma gapning o'zi meni qizimdir degan gap, men nikohimda emas degan cho'k gap bo'ladi. Shundan bo'lgandiki bu munofiq bo'ladi, uning hukmiga o talaq. Endi talaq degan nima bo'ladi? Talaq qildi degan gapning o'zi u odamniki ayoli uchun bo'lish kerak. Ayol bo'lgan vaqt o'zida talaq bo'ladi. Bo'lmasa yo'q, ayoli nikohi yo'q bir odamni olib bir ayol olib men talaq qilsam bo'lamda, bo'lmaydi. Undan keyin meniki qizim degan gapniki o'zida bu nima bo'lgan bo'ldi uçağın o'zidan. Mana bu buni o nima bo'ldi uçağın o'zida o haramchi bo'lmaydi ayolga. Haram bo'lmay ham talaqchi bo'lmaydi degan gap. Ham buni talaqni majoz qilinmaydi. Ham talaqni majoz qilinmaydi. Chunki o talaqni majoz qilinmaydi. Chunki qiz degan gapning o'zi qizim degan gap mening xotinim emas, nikohlab olmadim degan gap. Nikohlab oldim degan gapning o'zi mening qizim emas degan gap bo'ldi. Ikkisi bir-biriga o nima o zid. Zid bo'lgandan keyin unda bo'lgandan keyin bu odam olib o yalaq ayolning o'zi men nikoh talaq qilyapti bu odamni digir olmaydi. Talaq olib ketdi digirichi bo'lmaydi. Talaq bo'lish uchun o odamning nima bo'lishi kerak? Uniki ayoli nikohlab elib olgan ayol bo'lishi kerak. Va yo'q, israr yo'q. Talapiniki zidli bo'ladi. Endi unda bo'lsa, bu meni qizimdir degan vaqt o'zida endi istora aqlli buni. Ya'ni xotinim degan yaniki o'rniga oriyat elib, ibnati degan gapni oriyat ishlab, oriyat elib o'tni yer bo'shda ishlibdi. Unda bo'lsa mening ayolim degan cho'k gap bo'lmamdi desa ham buni nima qilinmaydi? Buni ham istora aqlolmaydi. O odamniki mana so'zning xilofidan keyin hozir ibn debdi. Bu mening nimam? O'g'lim debdi bosh bir odamni. Hamda yuqori gap degan asosan. Chunki o'g'il zid kelmaydi, mulkniki ot uchun sabit bo'lishga imkonmaydi, zid kelmaydi. Endi ot uchun o'g'ilniki mulk sabit zid kelmaydi. Chunki nima degan payg'ambar sen va mening otang mulki degan. Unda o'g'ilniki bir odamning bolasining o'zima shar'iy tarafdan mulk deb hisoblanadi. Bu nima emas, u zidchi emas. Balki sabit bo'ldi onun uchun nima? Mulk. Yani benim oğlum diye mana ha bu adam mulk sabit olga degan gap bo'ladi. Andikin qul o adamga mana o'g'li sabit bo'lgandan keyin yani demak yaqin bir tuqqanniki o'zi. Mana bir odamniki mulk qilib qolgan bo'lsa, o'chan o'zida quli kelib qolgan bo'lsa bu qul ota-onasi tuqqanlari avtomatik holat azotib keladi. Yani demak meniki o'g'lim degandan keyin yani nima bo'ladi o'chan o'zida qulga bu azotib ketdi deganimiz shu. Azatib ketganimiz uchun shu deydi. Uni ish bo'lmaganda men o'g'lim degan vaqtda uni haqiqiy men irod qildi. Haqiqiy o'g'lim degandan keyin bir odamniki yaqin tuqqani ayta egib qolgan bo'lsa, o'chan avtomatik azatib ketgan, bu azatchi bo'lib ketdi. Ammo bu mening qizimdir deb xotini unda desa, buni taloqchi bo'lmaydi deymiz. Ikkisini o'ttirib farqchi men mushu deydim. Ondan keyin bu o'g'il o odamning nima bo'lib ketdi? O qon azatchi bo'lib ketdi deb mushtaqchi nima qildi? Deydi. En bu yerda majozniki ashu haqiqat ikkisiniki o'ttirsa, mana bu majoz desak haqiqat uniki o'ttirib to'dimi, to'madimi deganiki o'ttirsa nima bo'ldi? Labzidan. Mana majoz degan labzida noib bo'ldi deydi. Alichi hukmni noib bo'ldi deydi. Shuningdan chiqayotgan nima o masala. Shunda chiqayotgan masala bo'lgandiki, mushundaq ixtilofchi chiqadi. Unda o'g'ankin mushu yalaq usul fikri bo'lgan, mushu usul fikrini noit ubdan tushunsak, shu ahkam masalasiga o'zini noit nima qilamiz? O'chaqning o'zidan ubdan tushungan bo'lamiz. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.